43 metr kvadratli bir xonali xonadonimizni skaner yordamida обмерный planini chizish uchun taxminan qancha vaqt ketadi? Hozir buni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Ungacha siz o'zingiz dalnomer yordamida qancha vaqt ichida обмер qilishingizni kommentariyaga yozib keting. Ko'rishingiz mumkin. Обмерный planini chizib yakunladik. Ya'ni 27 daqiqa davomida chizib tugatdik. Bu 27 daqiqaning ichida skanerimizdan skanerlangan ma'lumotlarni oldik va ulardagi razmerlardan foydalanib planni chizib tugatdik. Bundan tashqari skanerlashga taxminan 3 daqiqa vaqt ketgan. Umumiy hisobda 30 daqiqada 43 metr kvadratli xonadonimizning обмерный plani tayyor bo'ldi. Hop, bunda bizga skanerimiz katta yordam berdi. Ya'ni xonani 3 daqiqa skanerlash davomida barcha balandliklari 360 kamerasi yordamida barcha xonani qayerda nima joylashganini bemalol ko'rib ola oldik. Bu bizga ko'zdan qochgan narsalarimizni obyektga qaytadan bormasdan turib video orqali kuzatish va u videoda ko'rgan narsalarimizni point cloud, ya'ni oblaka tochkalar yordamida razmerlarini olishga yordam beradi. Kimga shunday tez va yuqori aniqlikda skanerlaydigan lider skanerlar kerak bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring yoki instrument jamoasiga murojaat qiling.